Xotining guldek ochilib ketibdimi? Tushunmadim. Nima deding hozir? Xotiningga podpiska bo'lganman, druziyamda bor. Nima? Xabarlari yo'qmi? Seni hurmating uchun like bosib turaman. Munda olib qarasa, ishga bormasang ham bo'laveradi. Xotining topgan pul ikkalangga ham yetsa kerak-a. Lekin to'g'risini aytganda xotiningdan zora narsa. Menga qara. Sajinimisan, sen xotinim haqida gapiryapsan, menga sabrojat qilyaptimi seni? Mashina o'zi chakingni buzib qo'yaman, cho'zib qo'yaman meniki. Menga qara o'latdi. O'zingni erkakga o'xshab ko'rsatma ol qo'lingni. Xotiningning Instagramdagi postiga 50 ming erkak kishi like bosgan. O'sha 50 ming erkak kishi like-ga prosta tak bosgan deb o'ylaysanmi? Xotining bilan qanchadan qanchasi ko'z zinosini bajargan, shahvatini qondirgan xayolida bo'lsa ham, xotiningning yog'li lablariga lablarini bosgan. Senga o'xshagan erkaklar bo'lsa, adashdim. Sendakilarning o'zi erkak ham deb bo'lmaydi. Sendakilar bo'lsa, or hamiyat, erkaklik g'urur nimaligini bilmaysanlar. Xayf. Ha aytgancha. Belingdagi pichog'ingni, mingan otingni, nikohingdagi xotiningni birovga ishonma.